Assalomu alaykum Aliya Sultan. Salondagi barliq azizlar, bugun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lganimiz shu rujamo, ya'ni shu qistirma ho'rnani orasiga qiyma qistirilgan ho'rnan degan taomni o'rgatmoqchi. Buniki shu ho'rnini uchun ketadigan materiallar odatdagi undan ehtiyojinglarga asosan 3-4 piyola atrofida, buningga yana 3-4 tomoq qoshiq atrofida tushitilgan sumay ketadi. Zaytun meyi yoki seriq may ishlatsanlar bo'ldi. Onundan başqa bir çimdim tuz. Onundan keyin ilman suvi. Buningga yana shu bir tomoq qoshiq atrofida shakar, bir bal qoshiq atrofida ximituruch, azroq ilman suvda eritib olamiz. Shu ikkisini eritib ximituruchimiz sal ko'pgandan keyin unimizga shu materiallarni aralashtirib ximir jug'irib olsak bo'ldi. Onundan başqa bunun qo'rimiz uchun ketadigan materiallar kala go'shi yoki to'g'ri go'shi bo'lsin bo'ldi. Ehtiyojinglarga asosan ushaq to'g'rib olamiz buni. Onundan keyin g'o'l piyoz, zanjivil, qizilmuch, ko'kmuch, samsaq. Onundan sırt sho'xlar, ya'ni pomidor. Ehtiyojinglarga asosan balaringlar yaxshi ko'rsa, barangidan azroq qo'shib olsanglar bo'ladi. Asli buningga baranga qo'shmaymiz, buning qo'rimsiga aytdim, ochiq qo'rildi bu qo'rma. Ammo bizning uydagilarimiz ochiq yemaydiganlik uchun azroq baranga qo'shib etmoqchi. Oldi bilan xonimlar, men shu unning ustiga boyagi bir chimdim tuzimizni silib etdim. Endi men tayyorlab olgan ilman suga bek qiziq bo'lib ketmasine. Mana shu shakarimiz bilan ximituruchimizni silib, buningga obdan elashtirib olamiz xonimlar. Buni bir 5-10 minut qo'yib qo'ysak, sal ko'pik chiqadi. Andan keyin tushitirilgan sumay, shu ximituruchlarimiz bilan, ya'ni muvofiq miqdorda ilman suv bilan ximirimizni jug'irib olsak bo'ladi. Ximirimizni bo'ldamaymiz. Bir 20-30 minut atrofida tindasak ham bo'ladi. Ximirimizni lekin bek bo'shmi, bek ching emasa, bo'shmi emas, chingmi emas, ashunday bir xil holatda jug'irib olsak bo'ladi. Buni ko'pishini saqlaylik xonimlar. Xanım qızlar, ximituruchimiz ko'pkicha oraliqda biz go'shimizni tamlantirib olaylik. Sabab kal go'shining pishmoqi sal tasirrak. Shuning uchun buningga odatda go'shinglarning oziqligiga asosan men shu bir bal qoshiq atrofida oqochiq suv xonimlar. Oqochiq suv bir bal qoshiqdan azroq tetim suv, ya'ni chang yo'q, mushu. Undan keyin bir tomoq qoshiq atrofida kraxmal uni. Bunaqon kraxmal bo'lsin bo'ldi. Boshqa xil kraxmal unlar bo'lsin bo'ldi. Buni obdan aralashtirib Müşta qo'yib qo'yamiz, buni bir shu 15-20 minut qo'yib qo'ysak bo'laverdi. Bu tamlantirishdan maqsad xonimlar, shuni qo'rg'an vaqtimizda go'shimizdan aytdim yumshoq pishishi uchun. Buni yana bir xil qilish usuli shu go'shimizda sho'rpa silib olib, kal go'shida sho'rpasini ayirib etgandan keyin go'shini qaytadan qo'rib qilsakmi yaxshi chiqadi. Ammo bugun men o xil usulni tanlamadim, ma'nodimi bek yaxshi chiqadi xonimlar. Xonimlar, barangimiz menda xil obdan qo'rilib qoldi. Endi men sho'xlini silib qo'raymiz. Sho'xlini aytdim chiroyli tam kirgizadi, buningga tamlik bo'ldi xonimlar. Sho'xlining cho'qim suvi ko'pchilik qo'rishimiz kerakmi xonimlar? Xanım qizlar, sho'xlimiz miravuz qo'rildi. Endi mavu qizilmuch, ko'kmuch, samsaq bu narsalarni silib, ichga elashtiriblam, o'tni o'chirsak bo'ldi. Buni suv qo'yilmaydi-mi xonimlar bu qo'rimiga? Suv qo'ymaymiz, tuzini tetiblam. Alsak bo'ladi xonimlar. Qo'rimiz tayyor bo'ldi hamsa. Xanım qizlar, bir nuqtani eskartay, agar qo'rmanglar haddidan ziyoda qurg'oq bo'lib qolib qolsa, yarim cho'mich atrofida suv qo'yib, qaynatib, tuzini tetib elib olsanglar bo'ldi-jimi? Men hozir shu bir 2 qoshiq kagidek suv qo'ydim-jimi xonimlar mana qo'rmag'a. Va qurg'oq bo'lib qolsa-mi, o'rninimizni yumshamaydi, arsiga shu qiymini sağa vaqtimizda. Bo'ldi hamsa, qo'rimiz tayyor bo'ldi. Xanım qizlar, mana ximirimizni shu yarim soat atrofida tindadi xonimlar. Shunday ko'payib ketdi bu. Endi bu ximirimizni chiqarib, obdan ishlaymiz bu ximiga. Ishlab har bir donasini 100 gramdan zo'l qilib olsak bo'ldi. Xanım qizlar, bu ximirga ishlash bosqichini eskartib o'tib ketaymi, işte chaylab olsak bo'ldi. Qaytadan shu hamda tinib bo'lib ketgan ximirni petriga yondiramiz desak bo'ldi buni. Ravrus distib, buni ximirni pishaganga o'xshash, ximir jug'aganga o'xshash ishlab olgandan keyin har bir donasini 100 gramdan uzib, zo'l qilib olamiz. Xanım qizlar, men ximirimizni 100 gramdan zo'l qilib oldim. Mening tavamga bir qitimda 3 dona shu ho'rnan patadi ekan, shunlashqa 3 tadala zo'l qildim. Buni endi işte bisib bo'yiga menda pozimiz bilan da uzunchoq silindr shaklda ichib olamiz xonimlar.
Bir dikkat qiladigan masala, bu xemirni bek uzun tindirib etmeymiz cümle. Tindirib etsek bek iliq o'rnalardek bek köpüşüp ketadi xonimlar. Buni maqsad bek köp demaslikka, shuning uchun buni bek tindamaymiz. Mana bu uzuncha qalat yeyib olsak bo'ldi ya. Hanım kızlar, üçlü zolunu işte uzunca silindir şekilde yiyip algandan keyin bunun arasına az miktarda may sürüp ettim hanımlar. Bunu bek maylı etmesek mi boludu? Az miktarda may sürüp etkendan keyin bunu bir xil yögeç usuli var, şuna dikkat qilsanglar bo'ldi. Hanım kızlar, mana bu o'rnalarimizni shunchalik chiroyli pishib chiqdi ya. Mana aldaqini ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana shunchalik chiroyli qizarib pishib chiqdi. Endi bu har bir dona o'rninimizni mana o'xshash shaklda xonimlar pichoqda o'ttirsidan yerib olamiz. Qiziq o'xshash o'ri chiqyapti-da. Buni yerib olgan vaqtda mana oyoqqichilik ham yerini kesib etmaymiz. Mush yerimgachilik mana. Mush yerimgachilik kesib olsak bo'ldi. Endi mushu kesib olgan o'ringa boy biz qo'rib tayyor qilib olgan qo'rimimizdan ilib solamiz xonimlar. Her qaysisinin arasına sep bo'lgandan keyin tayyor bo'lganini ko'raylar. Hanım kızlar, mana qistirma o'rnalarimiz shunchalik chiroyli bezilib tayyor bo'ldi xonimlar. O'zini aytdim, yeyishlik bo'lgan o'rnan turiga tava. Odatda bu xil o'rnaning qo'rimisi bekmi ochiq qo'riladi. Agar ochiqni xohlasanglar, qizilmushlarni ko'parak solsanglar bo'ladi. Qizilmuch yig'idan temtib olsanglar bo'ladi xonimlar. Bugungi darsimiz tamom. Allohga omonat.